Hammaga salom, sizlar bilan O'zgaramer. Hozir men sizlarga Telegram orqali xuddi Instagram kabi jonli efir qilishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun nima qilamiz? Xo'sh, buning uchun mana bu yerni ustiga bosamiz va bu yerda eng pastda jonli degan yozuv bor, ustiga bosamiz va jonli efirni boshlash. Shundan so'ng kimlar jonli efirni ko'rishni belgilab o'tamiz. Hamma kontaktlar, yaqin do'stlar yoki qandaydir shaxsni tanlab, demak jonli efirni boshlasak bo'ladi. Shundan so'ng bu yerlarda fikrlarga ruxsat va skrinshotlarga ruxsat berishlar bor. Albatta mana shularni yoqib qo'ysangiz, demak kommentariy yozishi mumkin yoki skrinshotlarni bemalol olishi mumkin bo'ladi va bu yerda eng pastda har bir fikr narxi ko'rsatib o'tilgan. Albatta Telegram yulduzlari, Telegram starslar orqali to'lovlarni amalga oshirib kommentariy yozib o'tsangiz bo'ladi va jonli efirni boshlash yozuvini ustiga bosib o'tamiz.